Bismillahirrohmanirrohim. Olamlar Robbi bo'lmish Alloh azza va jallaga behad hamd sanolarimiz bo'lsin. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamning ummatlari bo'lganimiz uchun Alloh azza va jallaga hamd sanolarimiz bo'lsin. Va Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Sahobai kiromlardan Alloh azza va jalla ulardan rozi bo'lsin. Xususan biz mo'min musulmonlarni bilib bilmay qilgan gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin. Mana Alloh azza va jallani inoyati bergan ne'matlari ila va kunlari ila Ramazonni 2-kuni va 2-darsligimizda ham siz azizlar bilan ko'rishib turibmiz. Alloh azza va jalla o'zi tutayotgan ro'zalarimizni va qilgan amallarimizni va qilayotgan savobli ishlarimizni Alloh azza va jalla shu oylarda va keyingi oylarda ham savoblarini ko'paytirib bersin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana azizlar, hademay Ramazonni ham 2-kuniga va 2-darsiga ham kelibmiz. Hademay 30 kunlik ro'zamizni ham sanoqli vaqtlari o'tishlikni boshladi. Kecha Ramazonni kutib yurgan edik. Mana Ramazonni ham 2-kuni keldi. Roza tutish nima uchun farz qilindi degan masala bo'yicha siz azizlar bilan to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo shariatida o'ziga xos sirlar, hukmlar, hikmatlar yaratishda esa maqsadlar mavjud. Bu maqsad, hikmat va sirlarni aql idrok eta olmaydigan va idrok eta olmaydiganlar bor. Alloh taolo ro'zani ba'zi hikmatlar haqida xabar bergan. Qola ta'ala: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallohul azim. Ey iymon keltirganlar, sizlardan avvalgilarga farz qilinganidek sizlarga ham ro'za farz qilindi, shoyatki taqvodor bo'lsangiz. Demak, ro'za Allohga taqvo qilish vositasi va ro'zador Mavlosiga eng yaqin banda bo'lar ekan. Qorni ochgani sari qalbi musaffo, jigari suvsizlikdan qurigan sari ko'zlari yoshlanadi. Hadis sharifda: ey yigitlar jamoasi, sizlardan kim nikohga qodir bo'lmasa uylansin. Chunki u uylanish ko'zni tusuvchiroq va farzini saqlovchiroqdir. Kim qodir bo'lmasa ro'za tutsin. Chunki u ro'za uning uchun bichishdir deya marhamat qilgan. Alloh taolo bizlarga yaxshilikni xohlaydi. Ro'za ham bizlarga bir yaxshilik va Alloh azza va jallani bizga bergan qalqonidir. Alloh azza va jalla aytayaptiki, Rasuli orqali hadis shariflarda: ey yigitlar jamoasi, sizlardan kim nikohga qodir bo'lsa uylansin deydi. Chunki u uylanish ko'zni to'suvchiroq va farzni saqlovchiroqdir deyapti. Kim qodir bo'lmasa ro'za tutsin deyapti. Chunki u ro'za uning uchun bichishdir deya marhamat qilingan. Ya'ni Alloh azza va jallani payg'ambari, nabiyimiz
Rasululloh sallallohu alayhi va sallam havoi nafsidan olib gapirmaganlar. Ramazon oyida barcha shaytonlar zanjirband bo'ladi. Shuning uchun Alloh azza va jallaga cheksiz hamd sanolarimiz ila Ramazon oyida duolar, zikrlar bilan o'tmoqligimiz yaxshiroqdir. Nimaman desa, aytadiki, men ro'zadorman, bu narsani qila olmayman deydi. Men ro'zadorman, bunday illat narsani qila olmayman deydi. Men ro'zadorman, bunday fahsh ishni qila olmayman deb o'zini olib qochadi. Chunki gunohni ustiga gunoh bo'lib qoladi. Ro'za shayton undan yuradigan taom va qon yo'lini toraytiradi hamda uni vasvasasi qolmaydi degan. Ya'ni ro'za tutayotgan odam taom va qon yo'lini toraytiradi hamda uni, ya'ni shaytonni vasvasasi qolmaydi deyapti. Kamayadi, qolmaydi. Ro'za shahvat, yomon o'y-xayollar va guvonga undovchi narsalarni kamaytiradi va shu sabab ruhni musaffo qiladi. Ro'za tutayotgan odam o'zi e'tibor berayotgan bo'lsa, shahvati, ya'ni hirs uyg'onishlik holatlari kamayib boradi. Keyin esa yomon xayollardan o'z-o'zidan Alloh azza va jalla to'sib qo'yadi. Ya'ni yomon gumon yo'llarda ketmoqchi bo'lib, endi ketayotgan bo'lsangiz, shu yo'ldan Alloh azza va jalla o'zi to'sib qo'yadi. Ya'ni ro'zadorni amallari musaffo bo'lib qoladi. Ro'zador ochlikdan qiynalayotgan birodarlari, faqirlari va miskinlarga eslatadi. Shu sabab ro'zador ularga rahm qiladi. Ularga hamdardlik qilib yordam qo'lini cho'zadi. Ro'zador qayerlardandir bir ovqatlarni hidi kelib qolishni boshlaydi. Ko'chaga chiqsa suvlarni ko'rishni boshlaydi. Nafsi hakalak otishni boshlaydi. Ya'ni nafsi tortishni xohlaydi. Qo'y, men ro'zadorman deb yana o'zini to'xtatishni boshlaydi. Va atrofidagi miskinlarni, och qolgan odamlarni ko'rib, ro'zadorlarga ular ham qiynalgandir deb, ya'ni yordam qo'lini cho'zishlikni boshlaydi. Ro'za nafsni tarbiyalash, qalbni poklash, ko'z va a'zolarni tiyish o'rgatuvchi madrasasidir deyapti. Ya'ni ro'zani tarbiyalovchi desak ham bo'ladi. Aytilgandek tarbiyalashni o'rgatadi deyapti. Ya'ni har xil yomon narsalardan, yolg'on gapirishlikdan, zinoga borishlikdan, so'kinishlikdan, birovni dilini og'ritishlikdan, birovni haqqiga xiyonat qilishlikdan to'sa boshlaydi va qalbini poklikka undaydi. Alloh azza va jallani yonida yurishlikka chorlaydi. Ya'ni ko'zingizni a'zolarini va boshqa har xil a'zolaringizni farzdan, zinohdan, har xil narsadan tiyishlikni boshlaydi. Ro'za banda va Alloh o'rtasidagi sirdir. Sahih hadis quddusiyda Alloh taolo aytadi: odam bolasini ro'zadan boshqa barcha amallari o'zi uchundir. Ro'za men uchundir va uning mukofotini o'zim beraman, chunki namoz, zakot va haj kabi amallar insonlar ham biladi. Ammo ro'zani faqatgina Alloh taologina biladi xolos. Alloh azza va jallani har bir narsani kuzatib turayotganligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Salafi solihlar
salafi solihlar ro'zani Allohga qurbat, yaqinlashish amallaridan oldinlab ketish uchun foyda va yaxshiliklar mavsumi deb bilishar. Endi shuning uchun ham u kelganda sevinch bilan yig'ilashga ketganda vaqtda mahzunlikda ko'z yosh to'kishardi. Ular Ramazonni yaxshi tanishar, shu sabab uni yaxshi ko'rib, bu oyda qattiq harakat qilishardi. Bu oyda o'z jonlarini ayamas, kechalari qoyim bo'lib, ruku va sajda yig'lab, kunduzlari esa zikr, tilovat, ta'lim, da'vat va nasihat bilan o'tkazar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni ya'ni merosxo'rlari shunaqa bo'ladi. Ya'ni boshida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni shunday bo'lganlar deb hadis shariflarni birinchi darslarimizda o'tgan edik. Endi salafi solihlarni ham yaxshiliklarini eslab o'tmoqdamiz. Yana ular Ramazonni ko'z quvonchi, nafs rohati va qalb xotirjamligi deb bilishadi. Shu sabab ruhni uning maqsadlariga muvofiq tarbiya qilishadi. Uning ta'limotlari ila qalblarni poklash va nafsni uning hikmatlari ila zinatlar edilar. Salafi solihlar haqida sahih yetib kelgan xabarlarga ko'ra, ular o'zlarini musharraflari bilan masjidlarda o'tirib uni tilovat qilishar va yig'lashar. Tillarini va ko'zlarini haromdan saqlar edilar. Ey ro'zadorlar, ro'za musulmonlar uchun birlik ramzidir. Ular bir vaqtda ro'za tutib, bir vaqtda og'iz ochadilar. Birgalikda och qolib, birga ovqatlanadilar. Ro'za musulmonlar uchun do'st va birodarlik, muhabbat va vafodorlikdir. Ey ro'zadorlar, ro'za xatolarga kafforat va yomonliklarni ketkazuvchidir. Bu haqida hadis sharifda shunday keladi: Jumagacha, umragacha, Ramazongacha, modomiki qabira qilinmas ekan, o'rtasidagi narsalar kafforatdir. Kabira ya'ni katta gunoh qilinmas ekanki, u narsalar o'rtasidagi narsalarga kafforatdir deydi. Ey ro'zadorlar, ro'za banda uchun salomatlikdir. Chunki u zararli moddalardan tozalaydi. Oshqozonni rohatlantiradi, qonni tozalaydi va yuraklarni ishlashini yengillashtiradi. Ro'za bilan ruh yengil tortadi, nafs musaffo bo'ladi va xulq-atvor zinatlanadi. Inson ro'za tutgan vaqtida nafsi yuvosh tortadi, qalbi siniq bo'lib, shahvat va istaklarni yo'qoladi. Shu sababli u Allohga yaqin bo'ladi va duoyi ijobat bo'ladi. Ro'zada ulkan sirlar mavjud. U Allohga haqiqiy bandalik qilish, uning buyruqlariga bo'ysunish, shariatga taslim bo'lish va uni roziligi uchun taom, ichimlik va jimu xohishlarini tark etishdir. Ro'za musulmonga nafsni yengish uchun ulkan imkoniyatlar va unga g'olib kelish uchun quroldir. U sabrli yarim bo'lib, uzrsiz ro'za tutishga sabr qilmaydigan inson nafs havosiga hech qachon bas kela olmaydi. Ro'za o'zini qurbon qila oladigan darajadagi mashaqqatli holatlarga va muhim vazifalarga nafsni tayyorlash uchun ulkan sinovdir. Shuning uchun ham
Tolut dushmanga qarshi jang qilishni oladigan Alloh taolo uning qavmini bir anhor bilan sinagan. Tolut ularga: albatta Alloh sizni daryo bilan sinovchidir. Kim undan ichsa u mendan emas va kim meni tanavvul qilmasa u albatta mendandir. Magar birov quli bilan bir ho'plasa mayli dedi. Shundan so'ng sabr qilinglar va nafsga g'olib bo'lganlar najot topishadi va g'alaba qozonishadi. O'z nafslariga mag'lub bo'lgan shahvat qullari esa yaxshilikdan ortda qolib yomonlikka yurib ketadi. Demak, ro'zani ba'zi hikmatlari Allohga taqvo qilish, uni buyruqlariga bo'ysunish, havoyi nafs ustidan g'olib kelish, musulmonni quchoqlab tarbiyalash. Ya'ni quchoqlab degani o'ziga olib tarbiyalashni hosil qiladi. Shahvatlar va a'zolarni tiyish, turish, jismni sog'lomlashtirish, gunohlarga kafforat bo'lish, do'st va birodarlik va faqir muhtojlarga holatlarini his qilish, atrofida chegaralarni hosil qilar ekan. Chegaralarni hosil qilar ekan. Alloh bilguvchiroqdir. Aziz birodarlar, mana ikkinchi darsligimiz ham tugadi. Inshaalloh yana boshqa paytlar xotirjamlikda va sakinatda inshaalloh siz azizlar bilan yana 3-kunimizga ham oz qolmoqda va iftorlik soatlari ham bong urib yaqinlashmoqda. Alloh azza va jalla qilgan gunohlarimizni o'zi mag'firat aylasin. Bu Ramazon darsliklarida xato o'qib qo'ygan bo'lsak yoki bilib bilmay tillarimiz boshqa yo'lga o'girib ketib qolgan bo'lsa, o'zi Alloh azza va jalla to'g'rilab qo'yishlikka o'zi nasib ro'za aylasin. Barchalarimizni bugungi 2-kun Ramazon oyini tutgan ro'zalarimizni o'zi Alloh azza va jalla o'zi dargohida qabul etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.